Bugun men mana shu orolda kelasi 100 kun davomida yashab qolaman va shu 100 kun ichida men bu orolni misli ko'rilmagan darajada chiroyli holatga keltirishga harakat qilaman. Buni esa sizlar video davomida ko'rib olishlaringiz mumkin. 0-kun va men birinchi o'rinda daraxt sindirib oldim. So'ngra taxtali kelka yasab, toshlarni ham buzib oldim. Va yig'gan toshlarim orqali toshli instrumentlar yasadim. Undan keyin esa oroldagi o'tlarni buzib, ular yig'ishga qaror qildim. Va bizda 10 ta urug' bor. Keyin esa oroldagi hayvonlarni qamash uchun joy qildim. Va keyin mollarni qamamoqchi bo'lganimda somonim yo'qligi esimga tushib qoldi. Shuning uchun keyin orolning bir chetiga urug'larimni ekib qo'ydim. Va keyin har xil rudalar topish maqsadida yer ostiga tushib ketdim. Keyin esa yarim yo'lda kirkam sinib qoldi. Va tepaga chiqdimda yangisini yasab orqaga qaytdim. Va nihoyat bizda birinchi kun. Erta tongdan men daraxtlarni ekdim, ularni buzdim, yana ekdim, yana buzdim va oxirida yana ekib qo'ydim. Va boya olib chiqqan o'sha temirimni pishirishga qo'ydim. Qornim ochligi va ovqat yo'qligi uchun befarasotlarcha ikkita sigirni o'ldirib olishga qaror qildim. Va boyaga o'sha temirdan temirli kelka yasadim. Keyin esa g'orga qarab yo'l oldim. Va sekin pastga qarab qaziyotganda u yerdan suv chiqib qoldi. Va suvga qarab sho'ng'ib ketdim. Bu yerda rosa ko'p rudalar bor ekan va ularni birma-bir qazishni boshladim. Va yo'limdan birdaniga olmos chiqib qoldi. Va uni ham qazidimda yana yo'limda davom etdim. Keyin esa tepaga qaytib chiqdim. Va bitta pishgan bug'doyimni olmoqchi bo'lganimda creeper kelib qoldi. Va undan qochayotganimda endi esa bizda bir dona sigir qoldi. Ikkinchi kun erta tongdan men o'sha bir dona qolgan sigirimizni qamab qo'yishga qaror qildim. Undan keyin ovqat uchun baliqlarni birin-ketin o'ldirishni boshladim. Keyin ularni pishirib oldim. Ekinlar uchun joyni kattalashtirdim. Ozgina daraxt chopib oldim. Va yer ostiga tushib ketdim. Yer ostida men kattakon g'or topib oldim, lekin u yerda juda ham ko'plab maxluqlar bor edi. Shuning uchun men ular bilan urushmasdan sekingina surib oldim. Maxluqlardan bir amallab qochganimdan so'ng g'ordagi rudalarni birin-ketin yig'ishni boshlab oldim. Shu bilan birga orada 1-2 marta o'lib ketishga ham ulgurdim. U g'orda men ancha aylandim va men shaxta topishga muvaffaq bo'ldim. Va o'sha yerning o'zida men o'zimga almazli instrumentlar yasab oldim. Va o'zimga kerak bo'lgan resurslarni yig'ib, o'rgimchaklarning mazasini qochirib, rudalar yig'ib, kelasi 2 kunni shu g'orda o'tkazib yubordim. 5-kun. Birinchi o'rinda men yig'gan temirlarimni eritishga qo'ydim. Keyin esa qarasam daraxtlar o'sib ketgan ekan. Shuning uchun birin-ketin daraxtlarni chopishni boshlab oldim. Daraxtlarni chopib bo'lgach, olmalarni yeb, yana yangi ko'chatlarni ekib qo'ydim. Ko'chatlarimiz ham ko'payib qolganini ko'rib, ular uchun alohida orol qurishni boshlab yubordim. Buning uchun menga ko'proq yer kerak edi va shuning uchun ham yer qazishni boshlab yubordim. Va men kerakli resurslarni oldimda ertasiga orol qurishni boshlab yubordim. Bu orolni qurib bitkazishim uchun menga naqd 4 kun kerak bo'ldi, ammo lekin natijasi ham yomon bo'lgani yo'q. Va orolni deyarli qurib bitkazib bo'lganimda meni almazli kingim kelib qoldi. Va to'liq almazli bo'lib oldim. Shu tariqa 10-kun ham o'z nihoyasiga yetdi. 11-kun. Birinchi o'rinda men yerlarni tekislab, u yerga ekinlarimni ekib qo'ydim. Va qorin g'amida baliqlarni tutishni boshladim. Baliqlarni orqasidan quvib yurishdan zerikanimdan keyin qarmoqni yasadim-da, o'tirib olib, kun oxirigacha baliq tutdim. Kech bo'lib qolgani uchun bitta uxlab oldim-da, 12-kuni ertalabdan daraxtlarning hammasini chopib tashladim. So'ngra yig'ilib qolgan daraxtlardan o'zim uchun uy qurishni boshlab yubordim.
Uyni oddiy to'rtburchak qilib qurgim kelmadi. Shuning uchun ham har xilcha dizaynlar qilib ko'rishga harakat qildim. Albatta sizlarga bu yoqqan bo'lsa, kommentariyalarda o'zlaringizni izohlarini yozib qoldiringlar, yoqdi yoki yoqmadi. Albatta videoga ham like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, chunki bu men uchun motivatsiya bo'ladi va keyingi safar ham xuddi shunaqa masshtabli katta-katta videolar chiqishiga yordam bergan bo'lasizlar. Mana uyimiz ham deyarli bitta, endi esa buni kommentariyada baho olishinglar mumkin. Shuncha kun o'tgandan keyin esa tomorqamga qarasam, u yerda ekinlar o'sib ketgan ekan. Shuning uchun ularni birin-ketin oldimda yana yangitdan ekib qo'ydim. Va shu bilan bizning 16-kunimiz ham tugadi. 17-kun erta tongdan men Borolda zerikib ketganim uchun qayiq yasadim-da, Boroldan Boshimoqqa tomonga qarab survordim. Dengizda uzoq suzib bir narsani tushundimki, shedrim tufayli baloni ham ko'rmayotgan ekanman. Suv ostida bor hech narsani ko'rmadim shu paytgacha va shedrimni o'chirganimdan keyin esa bu yerda nomini aniq nimaligini bilmayman, lekin bu yerga kirmaganim ma'qul deb o'ylab qoldim, chunki agar bu yerga kirganimda men albatta o'lib ketardim. Shuning uchun ham sekingina bu yerdan uzoqroqqa ketgan ma'qul degan qarorga keldim. Shu payt yo'limdan buzilgan kema topib oldim va kemani ichidagi sandiqni bo'shatib, yo'limda yana nimadir chiqib qoladi degan maqsadda suzishda davom etdim. Yo'lda yana bitta kema topdim va undagi sandiqlarni bo'shatib, jonajon orolimizga qaytib keldim. Keyin yig'gan narsalarimni sandiqqa bo'shataman desam, bu sandiq to'la ekan va ko'proq sandiq yasadim-da, uyimizni sandiqlar bilan to'ldirib qo'ydim. Va birin-ketin narsalarni saralab bo'shatishni boshladim. Va shu paytda birdan uyimizga mehmon kelib qoldi. Va kun oxirigacha narsalarni sandiqlarga ajratib bo'lgandan keyin bitta yotib uxlab oldim. 18-kunim deyarli faqat shu sandiqdagi narsalarni ajratib chiqishga ketdi desam ham bo'laveradi. Chunki kun oxirigacha faqat men shu ish bilan shug'ullandim. Va kun oxirida yetilgan bug'doylarni olib, o'rniga yana ekib qo'ydim. Keyin esa tashqaridagi hamma narsani ichkariga olib kirdim va bitta uxlab oldim. 19-kuni men orolni rosa aylandim-da, keyin kreperlar bilan bu yerda kim xo'jayinligini gaplashib oldim. To'g'ri, ular menga qarab to'rga bir kelishdi, nomardlar. Lekin baribir to'rttalasini ham birdaniga o'ldirib oldim. Va ovqatdan kamchilik bo'lmasligi uchun 19-kunning oxirigacha faqatgina baliq tutdim. Yetarlicha baliq tutib bo'lganimdan so'ng uyga qaytib keldim-da, kravatimga yotib shirin tush ko'rishda davom etdim. 20 va 21-kunlari menda rudalar qolmaganligi uchun ko'proq rudalar yig'ish maqsadida g'orga tushdim va o'zim uchun kerakli rudalarni almazdan yig'ishni boshladim va endermenlar bilan ozgina urishdim. Keyin esa ajoyib kristallar bor joyini topib, o'zimga keraklicha ko'proq kristallarni yig'ib oldim. Va keyin nether portali uchun o'zimga keraklicha obsidianlarni yig'ib olib, g'ordan orqaga qaytishga qaror qildim. 22-kun men birinchi o'rinda g'ordan olib chiqqan narsalarimni sandiqlarga ajratib chiqishni boshladim. Va keyin yangi orol qurish maqsadida ko'proq tosh yig'ib oldim. Men yetarlicha tosh yig'ib bo'lgach, o'zimga kerakli narsalarni yasab, yangi orolni qurilishini boshlab yubordim. Bu orolchamiz qanaqa bo'lishiga qiziqayotganlar uchun bu orolimiz nether portali uchun orol bo'ladi. Va bu orolchani yarmigacha qurishim uchun menga bir kun vaqt kerak bo'ldi. Va yarmigacha qurdim-da, portalni qurib, sekingina netherga qarab survordim. Va netherda omadim kelib, pingvinlarni uchratib oldim. Va ularni qamab qo'yib birpas hangama qildim-da, sekin uyga qarab qaytaverdim. Shu bilan esa 24-kunimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. 25-kuni esa men nimadir qilish maqsadida fortressga qarab yo'l oldim. Nimagaligini lekin o'zim ham bilmayman. Va bir amallab fortressni ham topib oldim. Va keyingi maqsad menda blizlarni topish edi va shunday ham qildim. Blizlarni topib, ular bilan urushni boshlab yubordim. Lekin blizlar mendan hali anchagina kuchli edi. Shuning uchun ularga hali ozgina kuchim yetmadi. Shunday bo'lgan taqdirda ham ular bilan ancha vaqt urushdim va yetarlicha o'zimga blizlarni yig'ib oldim. Yetarlicha deb bo'lmaydi-yu, 4 ta dona blizlar yig'dim. Shu bilan esa uyga qaytishimga ham to'g'ri kelib qoldi va uyga ham qaytdim. Yobani pashmalloq bir pasda 25-kunimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi.
26-kun va men endi portalli biomni tugatishim uchun menga mana bunday qizil toshlar kerak edi va men bularni birin-ketin qazishni boshlab yubordim. Shu tariqa men toshlarni toki kirkam singunicha qazidim va kirkam sindi. Endigi navbatda esa orolchaning tagini qizil bloklar bilan to'ldirib chiqish kerak edi va men shunday ham qildim. Qizil bloklar bilan orolchaning tagini to'ldirishni boshlab yubordim. Orolning tagini deyarli qizil bloklar bilan to'ldirib bo'ldim va endi bizning qiladigan ish uni yanada chiroyliroq ko'rinishga keltirish. Uning uchun esa men ko'proq yana tosh topdim va ishni boshladim. Orolcha xuddi dezirdagi atmosferani bera olish uchun men unga har xil yonar toshlar va u yerdagi har xil daraxtlarni qurishga harakat qildim. Bu sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosinglar va kommentariyada o'zingiz izohlaringizni yozib qoldiringlar. Orolchamiz ham tayyor bo'ldi va bu haqidagi fikringizni o'zingiz kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Mana 30-kunning yakuniga kelib men bu orolni qurib bitkazdim. Va endi esa 30-kunni yakunlab 31-kunga qarab yo'l olamiz. 31-kuni men jim o'tirgim kelmadi va mana bu orol ko'zimga yoqmaganligi uchun buni taktika bilan yo'qotib tashlashni xohlab qoldim va uzoqqa cho'zmasdan ishni boshlab yubordim. Bu joyni buzib bo'lganimdan keyin vaqtni ko'p cho'zim kelmadi-da, o'rniga yangi orolni qurishni boshlab yubordim. Albatta, ichingizda bu orol qanaqa bo'lishiga qiziqayotganlar bor. Bu orolimiz ba'zi paytlarda mob ferma, ba'zida esa XP ferma ham deb atalishi mumkin. Asosiysi nima ekanligini tushunib olinglar-ku. Xullas, mana shu narsani qurishim uchun menga 4 kun kerak bo'ldi. Menimcha mehnatimizga yarasha yaxshi chiqdi degan umiddaman. Va shu tariqa 36-kunimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. 37-kuni men mob fermani tagini nimadirlar qilib ko'rishga harakat qildim. To'g'risi, bu narsani birinchi marta qurayotganim uchun aniq to'g'ri qildim deb ayta olmayman. Ko'p joylarda xatoliklar bo'ldi albatta. Bilasizlar-ku, o'zbekman. Shuncha bo'sh turgan joyni ko'rdimda, bu yerlarda daraxtlar ekib, foyda olishni maqsad qilib qo'ydim. Ancha vaqtdan beri ekinlarga qaramagandim va bu vaqt ichida ekinlarimiz anchagina o'sib qolgan ekan. Shuning uchun men ekinlarning birin-ketin hammasini tozalab chiqdim. Ekinlar men o'ylaganimdan anchagina ko'payib ketdi va men bular uchun alohida uycha qurishga qaror qildim. Uycha esa bu orolchaning o'rtasida bo'ldi va taxminan mana shunday ko'rinishda edi. Lekin bu ko'rinish menga yoqmadi va yana o'zgartirishga qaror qildim. Ya'ni devorlardagi kichkina taxtalarning o'rniga qalin yog'ochlar bilan devorlarni yanada chiroyliroq ko'rinishga keltirdim. Va oxirida mana bunday ko'rinishga keldi. Va uyga qadar bemalol yura olishim uchun o'rtadan chiroyli qilib yo'l ochib qo'ydim. Men o'sha ekinlarimni ekib bo'lgunimcha quyosh ham birpasda chiqib qo'yibdi. O'tirib endi bilib qoldim. O'zimdan sal nariroqdagi orolchada shakar qamishlar o'sar ekan va shakar qamishni olish uchun men zudlik bilan yo'lga otlandim. Va bu yerda shakar qamishlardan tashqari oshqovoq ham bor ekan. Bu biz uchun juda ham yaxshi. Va keyin bu shakar qamishlarni men orolchaning bir chetiga ekib qo'ydim. Har nima foyda kelib qolar degan maqsadda. Va shu tariqa bu kunimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. 40-kun menda rudalar tugaganligi sababdan endi men g'orga tushishimga to'g'ri keldi. G'orda meni juda ham ko'plab zombilar kutib olishdi, otasiga ming rahmat. Va ulardan bir-amallab urishib qochishga muvaffaq bo'ldim. Va keyin bitta skeletlarning mazasini qochirib, sekin parkuristik harakatlar bilan rudalarni terishni boshlab yubordim. Keyin zombilar paydo bo'ladigan joyni topdim va sandig'ida baloyi ham yo'q ekan. 40 va 41-kunlar men faqatgina yer ostida ruda qazish bilan kunimni o'tkazdim. Va shunga yarasha ancha-muncha ko'p ruda yig'ishga muvaffaq bo'ldim. Men yo'lda tinchgina har doimgidek yurgan paytimda birdan lavaga tushib ketib qoldim. Albatta men bu yerda tirik qoldim, lekin bu juda ham qo'rqinchli edi.
Va endi men yer ostidan olib chiqqan narsalarimni sandiqlarga birin-ketin joylashni boshladim. Va yana xuddi shu ish bilan bu kunimni ham yakunladim. 42-kun erta tongdan meni birinchi qilgan ishim bu tomorqaga qarash bo'ldi. Tomorqada o'sib ketgan bug'doylarni birin-ketin o'rib chiqdim va keyin o'rniga yana ekib qo'ydim. Undan keyin menda bor hamma temirni pishirishga qo'ydim. Buning sababi bor edi. Chunki men yer ostidan shuncha ruda topib, birorta ham ko'mir topmadim va YouTubedan bitta videolar ko'rish orqali sun'iy ko'mir olish yo'lini o'rganib oldim. Buning uchun menga ko'proq temir va ko'proq yog'och kerak edi. Va oroldagi barcha daraxtlarni bitta ham qoldirmasdan chopib tashladim. To'g'ri, mana bu ko'l bo'yidagi daraxtlar qoldi, chunki bu daraxtlarni chopishga meni ko'zim qiymadi. Va keyin orolchani to'ldirib, yangi ko'chatlarni ekib chiqdim. Shundan keyin men ko'mir ferma uchun kerak bo'ladigan narsalarni to'liq yasab oldim va ertasiga ishni boshladim. Vola, ko'mir ferma ham tayyor bo'ldi. Endi uni ichiga daraxtlar bilan to'ldirib qo'yamiz. Ozgina kutamiz va u ishlayapti. Oroldagi bir ikkita kamchiliklarni to'g'irladim va ortga borib bir ko'rsam, bizda 32 ta ko'mir bor. Shu bilan 43-kunimiz ham o'z poyoniga yetdi. Va shu bilan birgalikda videomizni ham birinchi qismini o'z nihoyasiga yetadi. Albatta videoning davomi yaqin orada YouTube kanalimizga qo'yiladi. Sizlar obuna bo'lib, like bosib bizni qo'llab-quvvatlab tursalang bo'ldi. Albatta yaqinda 1000 ta ham bo'lamiz. Albatta sizlar obuna bo'lsalaring, albatta faqat shu sizlardan obuna, like va men sizlarga xuddi shunaqa sifatli videolarni chiqarib turishda davom etaman. Albatta videoda bo'lgan kamchiliklar uchun hammadan uzr so'rayman. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.